Vispit ayni vaqt yoshlarda ko'paydi. Rossiya territoriyasida ham ular muhojir bo'lib ishlab yura oladimi? Oladi, sразу deport qiladi o'sha vaqt. Spid ko'payishi, uni oldini olish yo'llari, muammolar nimadan kelib chiqyapti? Vispit ko'pincha endi berezinka borganlarda o'tadi. Не только Vispit, boshqa infeksiyalardan 5 xil, 6 xil infeksiyalar chiqadi. Bo'lgan voqea 16 yashar bola shu Moskvada faqat energetik ostanovka bergan yuragi, reanimatsiyaga olib bordi, lekin qutqara olmaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Iskandar. Do'stlar, bugungi mavzuimiz juda ham kerakli, ijtimoiy tarmoqlarda va hayotimizda muhokama bo'ladigan savollarga javob topamiz. 21-asrning muammolaridan biri bu Vispit haqida gaplashamiz. Shuning uchun biz mehmonga kelganmiz. Mutaxassis oldiga doktor Muhammadjon aka, urolog aka. Shu bizni podpисчиklarimizlar ham aksariyati musofirchilikda yuradi, Moskva va boshqa shaharlarda. Nima uchun Moskva haqida gapiryapmiz? Moskva bo'ylab, takkak siz mutaxassissiz, spid ko'payishi, muammolar nimadan kelib chiqyapti? Assalomu alaykum hammaga. Vispit ayni vaqt yoshlarda ko'paydi 2002-yillarda, chunki analiz topshiryapti, hammasi chiqyapti положительно. 2000-yil bolalar? Ha, 2002-2005-yillar endi bor. Bir oyda 10 ta 15 ta odamda chiqyapti. Chunki yoshlar bilmaydi, hammasi hozir internet, mana telefoni bor, telefonga ursa hammasi chiqadi. Instagramda bor, keyin Telegramda qizlar borda. Telegramda qizlar degan gruppalar bor. Men bilmayman. Oldiga boradi, berezinka. Bir xil rezinkaga ishonib boryapti, lekin rezinka 100% garantiya bermaydi. Misol 50-50 rezinka ko'pincha homilador bo'lishlikni oldini oladi. Lekin 100% infeksiyadan qaytarmaydi. Chunki rezinka bilan borgan bolalar kelib analiz topshiryapti, положительный chiqyapti. Misol xlamida, uroplazma, gonoreya chiqqan. Bu ham jinsiy aloqa bilan o'tadi. Vispit ko'pincha endi berezinka borganlarda o'tadi. Topshirgandan keyin bularni uchotga qo'yadi. Uchotga qo'ygandan keyin O'zbekiston, Tojikistonga borgandan keyin bular uylana olmaydi. Analiz topshirganda chiqib qoladi, spravka bermaydi. Meni eshitishimcha, nafaqat Tojikiston, O'zbekistonning uyiga, vataniga qaytganda Rossiya territoriyasida ham ular muhojir bo'lib ishlab yura oladimi? Yo'q, umuman mumkin emas ishlashga. Agar chiqib qolsa, bizda kelib topshirsa, biz anonim hammasi shu yerda qoladi, biron joyga jo'natmaymiz. Agar femeysa chiqib qolsa, ham o'zlari biladi. Oladi, sразу deport qiladi o'sha vaqt. Ko'p bolalarni shunday deport qilgan. U chiqsa, chunki boshqalarni zarazit qilishi mumkin. U davlatning. Nima deb o'ylaysiz? Aynan shu 2000-yillar deyapsiz. Undan yuqori insonlar bola ushbu ma'lumotlarga ega bo'lganidami, nimadan? Ega emas u, misol ko'plari уже uylangan. Chunki bizning vaqtimizda internet bo'lmagan. Sizning vaqtingizda, bizning vaqtimizda 2008-yilda maktab tugatganmiz, Nokia bilan yurganmizda. Universitetga kirganmiz, Nokia bilan bo'lgan. Tushundingiz? Unda internet bo'lmagan. Hozir yoshlarda hammasi internet bor. Bular nimaga 2000 dan yuqori? Bular уже uylangan ko'plar. 2000 dan yuqori uylangan. Uylangandan keyin testosteron gormonlar tushadi. Keyin направо-налево fohishalarga bormaydi. Uylanmagan odamlarda internetga kirganda porno ursa chiqadi hammasi. Nima bo'ladi? Jinoiy javobgarlik ham bor. VICH infeksiyani tarqatishga. Agar bilib qolsa, birovni tarqatsa, o'zida bo'lsa, siz bilsangiz, o'zingizda bo'lsa, borib специально birovni misol borib zarazit qilsangiz, siz уголовно 3 yildan 5 yilgacha уже uголовное дело. Nima maslahat berasiz yoshlarga va shu butun mana shu tomoshabinlarga? Muhojirda yurgan yosh bolalarga, endi O'zbekiston boshqa joylarda ham mana shu ishlar bo'lyapti. Bizni ko'rganlarga birinchi uylansin. Uylansa, o'shani hamma oldini oladi. Testosteron gormonlar hammasi tushadi. Ikkinchisi, keyin bormash kerak. O'sha narsani qilmash kerak. Fohishalarga bormash kerak. Hozir birontaga ishonib qo'ymaydi. Men yaxshiman deydi, lekin 10 kishi bilan yurib qo'ygan. Uni hech kim bilmaydi. Avvalo shu juft halollaring bilan yuringlar, fahsh yo'llarga bormanglar. Mana shu fohishalarga boryapti-ku, o'sha aksariyati ham shu O'rta Osiyodan chiqqan qizlar bo'lyapti-da. Ha, ko'pi mana Drug Vakruk degan programma bor. Agar bilsangiz internetda, keyin Telegramlar bor. Misol 20-30 ming podpисчиklari bor. O'shanga kirgandan keyin hammasi o'sha fohishalar. O'zimiz rasmlar, suratlari turibdi, nomerlarigacha turibdi. Keyin nima bo'ladi? Ular hammasi 50% Vispit. Men 100% garantiya beraman, chunki bizda ginekolog bor, kelib analiz topshiradi. Ulardan ham chiqadi. Не только Vispit, boshqa infeksiyalardan 5 xil, 6 xil infeksiyalar chiqadi. Atak, jinsiy hayotda xavfli momentlar juda ham ko'p.
aziz tomoshabinlar hushyor bo'linglar и ogoh bo'linglar. Alomatlari ham bo'ladi. Agar o'sha narsani qilgan bo'lsa, alomatlari tez-tez shishlar paydo bo'ladi, achishlar bo'ladi, og'riq paydo bo'ladi. Keyin tanada har xil yaralar, toshmalar toshib boshlaydi. O'sha holatda kim analiz topshirish kerak oldindan. Так что sog'lig'ingizni o'ylang, agarda ushbu yuqorida aytilgan alomatlari bo'lsa, вот doktor Muhammad akaga murojaat qilishlaring mumkin. Shu anonimda, ya'ni sekretda qoladi, da. Так как siz вот urolog bo'lganingiz uchun mana shaxsiy mutaxassisligingizga tayangan holda вот energetik masalasida gapiraylik. Qani вот energetik bilan boradi. Farqi yo'q, u adrenalin, garin boshqa qimmat farqi yo'q. Bu eng dushmanskisi bu. Dushmanski. Bu eng yomon narsa, chunki bundan spirtlik ichimlik yaxshiroq, chunki odamlar bilmaydi, lekin targ'ib qilganimiz yo'q. Chaqib pivo ichib piyoga bo'lib ketmasin. Nimaga? Chunki odamlar kelyapti, yoshlar mana taksida ko'p bolalar ichyapti. Bir kunda 3 ta 4 ta, odam bodri qiladi, chunki обычный kofedan 10 barobar kofeini yuqori. Shuningdek, ichganda bir marta ichganingizda уже bodri bo'lasiz. Odam hushyor qiladi. Keyin nima bo'ladi? Asosan odam привыкание o'rganib qoladi, narkotikga o'xshab, keyin siz зависим bo'lib qoladi. Buni ichmasangiz siz biron ish qilolmaysiz. Organizm уже o'rganib qoladi, talab qilaveradi. Buni ichmaganingizdan keyin behol bo'laverasiz, tushundingizmi? Mana shuning uchun mana shuni faqat ichib yuradi. Bu asosan ichgandan keyin nima? 2 oy, 3 oy oldin bo'lgan voqea 16 yashar bola shu Moskvada faqat energetik ichib nima bo'ldi? Yuragi to'xtab, ostanovka bergan yuragi, reanimatsiyaga olib bordi, lekin qutqara olmaydi. Yosh bolalarning davleniyasi 220, 240 bo'lib ketadi. Yo, davleniya 50 dan keyin bo'lishi kerak. Keyin prostata beziga ta'sir qiladi ko'pincha. Erektin disfunksiya haligiga olib keladi. Masalan, jinsiy aloqaning susayib ketishiga ham olib keladi mana shu narsa. Bepushtlik bilan energetik nimaga ekalasi bir savol bo'lyapti. Hozir men shunga hayronman. Siz aytyapsizki, vроде бы oshqozonga zarar deyapsiz, yurakka zarar, prostata beziga ham o'sha zarar qilyapti. Chunki bizda har kun laboratoriyamiz bor, qon analiz topshirsa bo'ladi, peshob topshirsa bo'ladi, spermogramma ham topshirsa bo'ladi. Bolalar kelib uylanishdan oldin, uyga borishdan oldin topshiryapti. 15-20% chiqyapti, lekin spermaning nijniy granitsasi 32 dan yuqori bo'lishi. Uni ko'tarish uchun nima qilish kerak? Uni ko'tarish uchun mana uni ichmash kerak birinchi o'rinda. Mana misol sabablarini birinchi bilish kerak. O'sha sabablarni olsangiz avtomatik lecheniya tavobat bo'ladi, lekin odamlar sabablarni bilmasdan tavobat qiladi, lekin tavobat bo'lmaydi. Mana birinchi sababi energetik. Mana shu ichgandan keyin erektin disfunksiya, yana misol jinsiy aloqaning susayib ketishi, plus spermaning foizini pasaytirib yuboradi. Mana bolalar uylanyapti, 1 yil, 2 yil bo'ldi, rezultat yo'q, farzand yo'q. Mana shuning uchun mana shuni ichmanglar. Так что agar sizda ham shunaqa energetik va yomon narsalar bo'lsa, doktorga hujum qilmanglar. Oldin bizlarning vaqtimizda soatlab o'lchangan narsa hozirgi vaqtda yoshlarda minutlab o'lchanyapti. Ya'ni tez bo'shanish. Tez bo'shanish sababi nima? Tez deganda nima tushuniladi? Tez bo'shanish erektin disfunksiyani ruschasiga hozir ayni vaqt yoshlarda ko'paygan. Birinchi sabablardan bittasi hozir energetik ko'paygan. Vaqtida misol energetik bo'lmagan, unaqa problemalar kamroq bo'lgan. Ko'kshoy bo'lganda bizning vaqtlarda misol zo'r bo'lgan. Hozir biz energetik ichmaymiz, lekin 30 dan oshgan. Hozir yoshlar bir kunda 3 ta 4 ta energetik ichyapti. U prostata beziga ham ta'sir qiladi, pochkalarga, buyraklarga ta'sir qiladi, julutga, yurakka. Buyraklarga ta'sir qilgandan keyin peshobdon yo'llariga osa yallig'lanadi. Asosan nima? Yallig'langandan keyin o'sha erektin disfunksiya, ya'ni tez bo'shanish hosil bo'ladi. Undan tashqari keyin gormonal narusheniya, gormonni ham tushirib yuboradi. Erkaklarda testosteron gormon bor. Erkaklik gormoni, agar eshitgan bo'lsangiz, o'sha erkaklik gormoni yotib turishni vaqtini upravlять qiladi, cho'zadi. Me'yorda 4-5 minutdan yuqori bo'lish kerak. Undan past bo'lsa, o'sha patologiya hisoblanadi, kasallik hisoblanadi. Uni sabablarini bilish kerak. Analiz topshirganda aniq bo'ladi. Erkaklik gormoni, testosteron tushib ketgandan keyin jensiy gormonlar ko'payib ketadi. Ya'ni jenskiy, prolaktin va shunaqa gormonlar ko'payib. Havorang ham bo'lib ketadi. Havorang ham mana shu havorang bo'lib ketganlarning hammasi nima? Mana shu upravlять qilmagan testosteron. Testosteron pastga tushib ketgan o'sha farzandlarning ota-onasi vinomat. Nimaga? Chunki ota-ona to 18 yoshgacha o'shanga javobgar. Uni ko'rishi, yotib turishini ko'rish kerak, qayoqqa boryapti, nima qiladi, xarakterini ko'rish kerak, qarash kerak, qanaqa xarakter. Mana shu подростковый возрастda o gormonal narusheniya подростковый 12-14 yoshdan to 18 gacha уже buziladi. Eng xavfli moment. Uni upravlять qilish kerak. Hozir qaradingiz, paxotkasi izminit bo'ldi, uni
borib urologga olib boring yoki endokrinologga olib borish kerak. Gormonlarni endokrinolog upravlyat qiladi. Gormonlarni topshirsa, misol testosteronni kam bo'lsa, testosteron nazначение qilish kerak. O'shani ko'tarish kerak. Prolaktin, estradiol, jensiz gormonlar ko'tarilib ketgan bo'lsa, tushirish kerak. Shuning uchun mana shu qizga o'xshagan bolalar ko'payib ketgan. Mana shu hammasi ota-onasi vinovat. Odamlar rakni tavbat qilyapti, bu gormonal narushение nima, hech narsa emas. Buni tavbat qilsa bo'ladi. Shamollashlar, keyin viruslar, infeksiyalar, mana fohishalarga yoshlarni borib qo'yapti, rezinkaga ishonib, rezinkaga o'tkazib qo'yapti. Mana shu skriti formalari bor. O'shani skriti forma deganda analiz topshirganda chiqadi-yu, lekin klinikasi yo'q. Alomati yo'q, klinikasi yo'q. Unda borib uylanadi. Uylangandan keyin o'sha ayolni ham nima qiladi? Zarazit qiladi. Ikki kishini tavbat qilishga to'g'ri keladi. O'rtada tez bo'shanish kelib chiqadi. Chunki skriti forma bor, o'sha organizmda virus tushgan, osta-osta prostata beziga ta'sir qiladi, misol gormonlarga ta'sir qiladi. Mana shu sabablar juda ko'p. Вот tez bo'shanish, вот minimalnisi 4-5 minut deylik. Ko'pi bu ham kasallikmi yoki yo'q? Endi ko'pi ham juda kasallik. Tushundingiz? Ko'pi ham u misol 5 minutdan yuqori bo'lsa, 10, 15 minut, 20 minut bo'lsa, ha, mayli bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Lekin borki odamlar 1 soat cho'ziladi. Bu patologiya. Kasalman doktor. Misol siz har kun 1 soatdan hech qachon qila olmaysiz. Agar siz 5 minut, 10 minut jinsel aloqa qilsangiz, sport zalga 2 soat borib mashq qilganga to'g'ri keladi. Tushundingizmi? Shuncha energiya zatrat qilyapsiz, shuncha mashq qilgansiz. Tushundingizmi? Siz представить qiling 1 soat jinsel aloqa qilasiz. Bu yurak chidamaydi. U davleniyangiz ko'tarilib ketadi. Bir kun qilasiz, 2 kun yurak ostanovka beradi. 15 minut, 20 minut bo'lsa normal, misol xursand bo'lish kerak. Yana bir sababi nasliyatni bo'ladi. Bu shu golovkada erkaklarning jinsiy aloqasining golovkasida чувствительность, высокий чувствительность bo'ladi. Hissiyoti juda ham baland bo'ladi. Hissiyot baland bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Tez bo'shanib qo'yadi. Unaqa kasallar bor. Uni nima qiladi? Uni birinchi o'rinda gormonlarni yaxshilash kerak. Gormonlarni yaxshilagandan keyin yaxshi bo'lmasa, agar tavbat bo'lmasa, uni чувствительность o'sha golovkaning uchiga keladigan nervini lazer bilan kuydiradi. Lekin keyin lidokain spreylar bor, har xil mazlar bor, o'shani ham ishlatib ko'rish kerak. O'shalar ham ta'sir qilmasa, oxirgi variant operatsiya lazer bilan. Bu o'sha siz aytadigan preparatlarning ziyoni yo'qmi? Yo'q, u misol ular временный, ularning zarari yo'q. Lekin временный effekt beradi, lekin tabletkalar bilan tavbat qilib to'g'irlash kerak. U постоянно 40 yil o'sha lidokain ishlatmaysiz. Umringiz oxirigacha tavbat qilish kerak. Lidokain 1 oy, 2 oy ishlatasiz. Shuning uchun do'stlar, sog'liqlaringga e'tibor beringlar. Agarda muammo bo'lsa, doktor Muhammadga murojaat qilinglar. Biz Metro Lyublinodamiz, ikkita klinikamiz bor. Bizda hamma doktorlar bor. Men hamma urolog ko'raman, urologman. Xo'sh, ordinatorni Moskvada tamomladik. Xo'sh, bor bizda stomatolog bor, tish doktori, stomatolog, terapevt, xirurglar bor, ginekolog ayollar uchun. Klinikadagi barcha xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar mavjud sizlarda. Hammasi bor. Обрезание ham qilamiz, sunnat ham qilamiz. Так что do'stlar, Metro Lyublino работает deganday, sizga maslahatlaringiz uchun rahmat. Shu yoshlarni shunday sog'lom hayotga, yaxshi yurishga targ'ib qilganingiz uchun. Если что, agar sizlarda muammo bo'lsa, yuqorida aytganimdek, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Akamiz Moskvada уже bir necha yillardan beri o'z faoliyatini olib boryaptilar. Avvalambor kasal bo'lmanglar, sog' salomat bo'linglar. Salomat. Salomat bo'lasiz.